o'qishim kerak edi. Qutuldimi? Xudoga shukr. Ha, nima bo'ldi? Ustoz baho qo'ydi. Qo'ydimi? Qanday songa baho qo'yadi? Endi yo'li bor-da. Nima qilding? Ustozni mashinada uyga tashab qo'ydim. O'rtada bitta kofe ichib berdim. 5 qo'yib oldim. Ya, assalomu alaykum domlajon. Masarov, yaxshimisan? Domlajon, bugun o'zim uyingizga tashab qo'ymoqchiman mashinamda. Ya, Nasrinam yo'q, o'zim yetib olaman. Nasringiz yo'q bo'lsa, yo'lda anekdot shelper aytaman. Yuring domlajon, uyalmang. Mayli. Yuring. Ya, afandi ham bor-ku, bu yoqda stolba yo'q edi-ku deb shuni kesib tashabdi-da domlajon. Yemal yoqmayaptimi domla? Nasrina yo'q, Masarov. Yuring. Tandir yeysizmi yoki jizmi? Cho'poncha. Cho'poncha. Ha, domlam o'zimni Nasrinasiga. Maza qildik-a, qorincha to'ydim domlajon. Qorin to'ydi Masarov, lekin Nasrina yo'q-da. Yuring, Nasrinani ko'taramiz. Yuring. Ustoz, futbolkachilardan olib beraymi? Havolar isib ketdi. Qimmat bo'lsa kerak-da Masarov. Ustoz, bu bozor, insofli bozor. 88 ming so'mdan futbolkalar. Ovora bo'lma, XL razmerim, ovora bo'lma. Ustoz, yozga yumshoq dvoykalardan olib beraymi? Mana bunaqa sportivkalardan. Ovora bo'lma Masarov, aytdim-ki XL kiyaman deb. 244 mingdan narxi. Buncha ko'p gapirasan, XL. Ustoz, ventilyatorchadan olib beraymi? 237 ming yozga mazzada. Shart emas, ikkita kerak. Ana ustoz, kayfiyat qanday endi? Endi zo'r Masarov. Zo'rmi? Ustoz, endi ertaga o'qishga boraman. Zachotkaga 5 qo'yib berarsiz-a? Buni iloji yo'q-da Masarov. Nimaga? Aytdim-ku Nasrinam yo'q deb, pora bilan qo'lga tushdim, ishdan haydadilar meni. Qachon? Bugun O'rningizga kim o'ldi? Jo'raqulov. Jo'raqulovning razmeri nechi? XL da. Taqdirasiz, ventilyatori ham yo'q edi menimcha. Xatya ishib qolsa. Voy, sizga ich kiyim olib berdim. Shuni yechib bering, boring. Uni razmeri L. Yoqqanmi? Ha.